Hammaga salom do'stlar. Bilan bizlar Shahob, Abdulaziz, Ansar va Aziz. Bugun biza kamni administratsiya o'yinini o'ynaymiz. Qoidasi, qarichi. Hozir sizga o'rganishimiz kerak. Uni yutqizgan odam kukla bo'ladi, turadi. U kamni deganda hamma unga tepib turib, ko'zining orqaga qarab turganda tegadi. Hamma atmaya deganda hamma qochuvchi joyga bekim olish kerak. Qochib olish kerak, ko'zini yumuq holatda stop degan to'xtaydi. Hamma o'shatda uni hamma qidirish kerak. O'sha odam qidirish kerak hammasida ko'zini yumib turganda. Topgan odam yana kukla bo'lib alishadi shu odam bilan. Hozir zo'rozga o'ynaymiz, keyin shunda bilamiz. Zon ziki. Bitta aziz. 3. Sho'xa qoida buzarlik qildi. O'shaning uchun endi kukli sho'xa bo'ladi. Davay. Bo'ldi. Oy, давай. Aziyani kukla. Xo'p, endi o'zida yana yangi qoida qo'shildi. Tak, endi agar qidirayotgan odam uzoqroqqa ketib qolsa, zonadan uzoqroqqa ketib qolganmasa, chapga xullas, xohlagan narsasi yordamida chaqirib bo'lsa, yer tosh turibdi, tosh chopib turib, yer yana otadi, o'shanda u qizg'iroq ketadi. Men shularni o'ylab topdim. 3. Abdulaziz. Voy jallat, nima qildi ayting?